Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangilikni sodda tilda tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinish tartibi haqida ketmoqda. Bu masala faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, parvarish qilayotgan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki ko'p oilalarda kommunal to'lov, davlat xizmatlari, ma'lumotnoma olish, ayrim majburiy yig'imlar yoki ariza topshirish xarajatlari aynan pensionerning cho'ntagiga og'irlik qiladi. Men bugun sizga qanday to'lovlar haqida gap ketayotganini, kimlar bu imtiyozdan foydalanishi mumkinligini, kimlar shoshilib xulosa qilmasligi kerakligini, qayerga murojaat qilish zarurligini va eng muhimi, ortiqcha pul to'lab qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Ma'lumot juda muhim. Chunki birgina bilmaslik sababli pensioner har oy yoki har bir murojaatda ortiqcha pul to'lab yurishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men shu yerda oddiy odam tushunadigan tilda eng kerakli ijtimoiy va huquqiy yangiliklarni izohlab boraman. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar davlat idorasiga borsa, ma'lumotnoma olsa, ariza topshirsa, ayrim xizmatlardan foydalansa yoki uy-joy, kommunal, kadastr, notarial, tibbiy yoki ijtimoiy masalalarda murojaat qilsa, ulardan turli shakldagi to'lovlar talab qilinardi. Bu to'lovlar ba'zida katta emasdek ko'rinadi. Masalan, 20 ming so'm, 35 ming so'm, 50 ming so'm. Lekin pensioner uchun bu pul kichik pul emas. Ayniqsa pensiya miqdori 9 ming yoki 1 million 200 ming so'm atrofida bo'lsa, har bir ortiqcha xarajat oziq-ovqat, dori-darmon yoki kommunal to'lovdan qisqaradi. Endi asosiy o'zgarish shundan iboratki, 1 iyuldan boshlab pensionerlar belgilangan to'yfadagi ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi ko'zda tutilmoqda. Bu yerda eng muhim so'z belgilangan to'yfadagi degan so'z. Ya'ni hamma narsa bepul bo'lib ketadi, hamma qarzlar avtomatik kechiriladi degan ma'noda tushunmaslik kerak. Men ekspert sifatida sizga doim bir narsani aytaman. Har bir imtiyozning aniq doirasi, sharti va qo'llanish tartibi bo'ladi. Agar pensioner shu tartibni bilsa, o'z haqini talab qila oladi. Agar bilmasa, idorada yoki kassada unga to'lov qilishingiz kerak deyishsa, indamay to'lab yuborishi mumkin. Bu o'zgarishning maqsadi pensionerlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishdir. Davlat nuqtai nazaridan qaraganda ham bu mantiqli. Keksalar ko'p hollarda daromad, manbai cheklangan qatlam hisoblanadi. Ular ishga chiqib qo'shimcha daromad topishi qiyin, sog'lig'i sababli muntazam dori oladi. Ayrimlari yolg'iz yashaydi. Shuning uchun majburiy yoki xizmat bilan bog'liq ayrim to'lovlardan ozod qilish ularning real daromadini oshiradi. Ya'ni pensiya qog'ozda ko'paymasa ham pensionerning qo'lida qoladigan pul ko'payadi. Men birinchi navbatda shuni tushuntiraman. Bunda imtiyozdan foydalanish uchun inson haqiqatan ham pensioner maqomiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni yoshga doir pensiya olayotgan, nogironlik pensiyasi olayotgan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha belgilangan huquqqa ega shaxslar bo'lishi mumkin, lekin har bir to'lov turida toifa alohida ko'rsatiladi. Masalan, bir imtiyoz faqat yoshga doir pensionerlarga tatbiq etilishi mumkin. Boshqa imtiyoz esa barcha pensiya oluvchilarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak hammasidan ozodman deb emas. Men qaysi to'lov bo'yicha ozodman deb savol berish kerak. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 6-7 yoshli onaxon o'z uyiga tegishli hujjatni tiklash uchun davlat xizmatlari markaziga bordi, deylik. Avval u ariza topshirish, ma'lumot olish yoki elektron bazadan ko'chirma chiqarish uchun ma'lum miqdorda to'lov qilgan bo'lishi mumkin. Endi agar aynan shu xizmat pensionerlar uchun ozod qilingan xizmatlar ro'yxatiga kirsa, onaxon to'lov qilmasligi kerak. Bunda u pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumotni ko'rsatadi. Xodim tizim orqali tekshiradi va to'lovsiz rasmiylashtiradi. Yana bir misol. Aytdik, 2 yoshli otaxon har oy kommunal xizmatlar bo'yicha to'lovlarni amalga oshiradi. Elektr, gaz, suv yoki chiqindi uchun to'lovlar bo'yicha imtiyozlar odatda alohida tartibda belgilanadi. Agar 1 iyuldan boshlab aynan bir turdagi abonent to'lovini majburiy yig'im yoki xizmat haqi pensionerlar uchun bekor qilingan bo'lsa, otaxon o'sha qismini to'lamasligi kerak bo'ladi. Lekin bu iste'mol qilingan elektr yoki gaz umuman bepul bo'ladi degani emas. Masalan, agar inson
100 kilovat elektr ishlatsa, uning iste'mol qilingan elektr uchun hisob kitobi saqlanishi mumkin. Ammo alohida xizmat haqi, jarima bo'lmagan majburiy yig'im yoki ma'lum turdagi rasmiylashtirish to'lovi bekor qilingan bo'lishi mumkin. Mana shu farqni tushunish juda muhim. 3-misol. Samarqandda yashaydigan pensioner ota dori-darmon uchun ko'p pul sarflaydi. U poliklinikaga yo'llanma, ma'lumotnoma yoki tibbiy hujjat rasmiylashtirish uchun murojaat qilganida ba'zi hujjatlar pullik bo'lishi mumkin edi. Agar yangi tartibda pensionerlar ayrim tibbiy ma'muriy to'lovlardan ozod qilinsa, u holda bu odamdan rasmiy xizmat uchun pul talab qilinmasligi kerak. Lekin xususiy klinikadagi pullik shifokor qabulini bu imtiyoz avtomatik bepul qiladi deb o'ylamaslik kerak. Davlat xizmatlari, majburiy yig'imlar va xususiy xizmatlar o'rtasida farq bor. Kimlar xavotir olishi kerak? Eng avvalo, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ular ko'pincha hujjatlarni o'zlari tushunmaydi, internetdan foydalana olmaydi. Idorada aytilgan gapga ishonib ortiqcha to'lov qilishi mumkin. Farzandlar, qo'shnilar, mahalla faollar bunday insonlarga yordam berishi kerak. Ikkinchi toifa yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Ular hali qaysi imtiyozlari borligini to'liq bilmaydi. Uchinchi toifa bir nechta davlat idorasiga tez-tez murojaat qiladiganlar. Uy-joy hujjati, meros, kadastr, kommunal hisob, subsidiya, ijtimoiy nafaqa, davolanish hujjatlari bilan yuradigan pensionerlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz barcha to'lovlarni elektron tarzda shaxsiy kabinetingiz orqali ko'rib borayotgan bo'lsangiz, har bir kvitantsiyani tekshirayotgan bo'lsangiz va mahalla yoki pensiya bo'limida ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda xato to'lov qilish xavfi kamroq bo'ladi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ayrim tizimlarda ma'lumot yangilanishi kechikishi mumkin. Masalan, inson iyun oyida pensiyaga chiqqan, lekin iyul oyida murojaat qilganda elektron bazada u hali pensioner sifatida ko'rinmasligi mumkin. Bunday holatda og'zaki bahslashishdan ko'ra tasdiqlovchi hujjatni olib borish va yozma izoh so'rash to'g'ri bo'ladi. Endi raqamlar bilan ko'raylik. Agar pensioner yil davomida 5 marta davlat xizmatiga murojaat qilsa va har safar o'rtacha 50 ming so'mdan to'lasa, bu 200 ming so'm bo'ladi. Agar bunga yana 2 marta hujjat nusxasi, 20 marta kadastr ko'chirmasi, 20 marta ma'lumotnoma uchun to'lov qo'shilsa, yiliga 300-400 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Ba'zilar uchun bu bir oylik dori puli. Shuning uchun mayli, arzimas pul ekan deb qarash noto'g'ri. Imtiyoz aynan shunday mayda ko'ringan, lekin yig'ilganda katta bo'ladigan xarajatlarni kamaytirish uchun kerak. Yana bir hayotiy vaziyat. Pensioner ayolning pensiyasi 1 million 100 ming so'm. U har oy 2,1 ming so'm dori-darmon. 200 ming so'm kommunal, 600 ming so'm oziq-ovqat uchun sarflaydi. Qo'lida juda oz pul qoladi. Agar u biror hujjat uchun 70 ming so'm to'lasa, bu uning bir haftalik non, sut, choy yoki dorisiga teng bo'lishi mumkin. Demak, imtiyozning iqtisodiy ta'siri juda real. Bu faqat qog'ozdagi yengillik emas, uy byudjetiga bevosita ta'sir qiladigan yordamdir. Endi men eng ko'p chalkashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Imtiyoz faqat 1 iyuldan keyingi davrga tatbiq etilishi mumkin. Ya'ni siz may oyida yoki iyun oyida to'lov qilgan bo'lsangiz, u avtomatik qaytariladi deb o'ylamang. Agar hujjatda ortga qaytarish tartibi alohida ko'rsatilmagan bo'lsa, odatda imtiyoz kuchga kirgan kundan keyin qo'llanadi. Shuning uchun 1 iyulgacha qilingan to'lovlar bo'yicha alohida ariza va asos bo'lmasa, pulni qaytarib olish qiyin bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qarz va to'lovdan ozod qilish bir xil narsa emas. Masalan, pensionerning elektr energiyasidan 300 ming so'm eski qarzi bor. Agar yangi tartibda pensionerlar ma'lum xizmat haqlaridan ozod qilinsa, bu eski qarz avtomatik o'chiriladi degani emas. Qarz iste'mol qilingan xizmat uchun hisoblangan bo'lsa, u saqlanib qolishi mumkin. To'lovdan ozod qilish esa kelgusida yoki ma'lum xizmat uchun pul undirilmasligini anglatadi. Shuning uchun endi pensionerman, qarzim yo'q bo'ldi degan xulosa xavfli. Uchinchi nozik jihat, xususiy tashkilotlar masalasi. Davlat tomonidan belgilangan imtiyozlar ko'pincha davlat xizmatlari, byudjet tashkilotlari, kommunal korxonalar yoki majburiy yig'imlarga tegishli bo'ladi. Agar pensioner xususiy notarius, xususiy klinika, xususiy servis yoki tijorat tashkilotidan xizmat olsa, ular o'z narxini saqlab qolishi mumkin. Albatta ayrim xususiy tashkilotlar ham pensionerlarga chegirma beradi, lekin bu qonuniy majburiyat emas. Ularning ichki siyosati bo'lishi mumkin.
To'rtinchi nozik jihat ro'yxatdan o'tgan manzil. Ba'zi imtiyozlar insonning doimiy yashash joyi bo'yicha qo'llanadi. Masalan, pensioner aslida Andijonda ro'yxatda turib, Toshkentda farzandlikida yashayotgan bo'lsa, ayrim kommunal yoki mahalla orqali beriladigan imtiyozlarda hujjat masalasi chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda yashash joyi ro'yxat, kadastr egasi kimligi va shartnoma kim nomida ekanligi muhim bo'ladi. Uy farzand nomida bo'lsa, kommunal shartnoma ham farzand nomida bo'lsa, pensionerlik imtiyozi avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat egasi va xizmatdan foydalanuvchi shaxs bir-biriga mos kelishi kerak. 5-nozik jihat, bir xonadonda bir nechta odam yashasa, masalan, uyda pensioner ota, ishlaydigan o'g'il, kelin va nabiralar yashaydi. Agar imtiyoz faqat pensionerning shaxsiy murojaatiga tegishli bo'lsa, muammo yo'q. Lekin kommunal yoki uy joy bilan bog'liq to'lovlarda savol tug'iladi. Imtiyoz butun xonadonga beriladimi yoki faqat pensioner ulushiga? Bu har bir to'lov turining tartibiga bog'liq. Shu sababli men doim maslahat beraman. Eshitdim. Hammasi bepul ekan degan gapga ishonmang. Aniq xizmat nomini ayting va shu xizmat bo'yicha imtiyoz qo'llanishini so'rang. 6-nozik jihat avtomatik qo'llanish va ariza bilan qo'llanish farqi. Ba'zi imtiyozlar tizim orqali avtomatik ishlaydi. Ya'ni pensionerning ma'lumoti bazada bor bo'lsa, to'lov chiqmaydi. Ba'zi imtiyozlar esa ariza talab qiladi. Masalan, siz davlat xizmatlari markaziga borib, men pensionerman, ushbu to'lov bo'yicha ozod qilishni so'rayman deb aytishingiz va hujjat taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar ariza bermasangiz, tizim odatiy tartibda to'lov chiqarishi mumkin. Shu sababli passiv bo'lish kerak emas. 7-nozik jihat, kvitantsiyani tashlab yubormang. Ba'zan pensioner imtiyoz borligini bilmay to'lov qilib qo'yadi. Keyin farzandi yoki qo'shnisi unga siz to'lamasligingiz kerak edi deydi. Agar kvitansiya saqlangan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish, murojaat qilish, ortiqcha undirilgan pulni qaytarish imkoniyati bo'lishi mumkin. Agar kvitansiya yo'q bo'lsa, isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun har bir to'lov chekini kamida bir necha oy saqlang. Endi nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingiz yoki yaqin pensioneringizning maqomini aniqlang. Pensiya turi, pensiya tayinlangan sana, shaxsiy hujjatlar to'g'ri ekanini tekshiring. ID karta, pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lsin. Agar hujjat eskirgan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana yoki JSHR raqamida xato bo'lsa, imtiyoz tizimida ko'rinmasligi mumkin. Ikkinchi qadam. Qaysi to'lov sizdan talab qilinayotganini aniq yozib oling. Pul so'rashdi degan gap yetarli emas. Qaysi xizmat uchun? Davlat boji uchunmi? Xizmat haqi uchunmi? Abonent to'lovi uchunmi? Ma'lumotnoma uchunmi? Jarima uchunmi? Eski qarz uchunmi? Mana shu savollarga javob bo'lsa, siz imtiyoz qo'llanadimi yoki yo'qmi bilib olasiz. Agar xodim to'lov qilasiz desa, undan to'lovni va huquqiy asosini so'rashga haqqingiz bor. 3-qadam. Davlat xizmatlari markazi, mahalla, pensiya bo'limi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar masala kommunal xizmat bo'lsa, elektr, gaz, suv yoki chiqindi tashkilotining abonent bo'limiga boring. Agar masala hujjat rasmiylashtirish bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar masala ijtimoiy yordam yoki ro'yxat bilan bog'liq bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya bo'limidan aniqlashtiring. Murojaat qilganda 1-iyuldan pensionerlar uchun ushbu to'lov bo'yicha imtiyoz qo'llanadimi deb aniq so'rang. 4-qadam, yozma murojaat qilishdan qo'rqmang. Og'zaki javob ko'pincha esda qolmaydi va isbot bo'lmaydi. Siz oddiy ariza yozishingiz mumkin. Men pensioner sifatida falon xizmat bo'yicha undirilayotgan to'lovdan ozod etilishimni so'rayman. Imtiyoz qo'llanmasa rad etish sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza juda kuchli vosita. Chunki tashkilot yozma javob berishga majbur bo'ladi va xato bo'lsa, uni tuzatishga harakat qiladi. 5-qadam. Hujjatlar ro'yxatini oldindan tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi maqomini tasdiqlovchi ma'lumot, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, uy joy hujjati, kommunal shartnoma yoki abonent raqami, oldingi to'lov kvitantsiyalari. Agar siz boshqa odam nomidan murojaat qilsangiz, ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. 6-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lsa. Uz kabi davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlarni tekshiring.
Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam berib, shaxsiy kabinetdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqsin. Qaysi xizmatlarda to'lov chiqyapti? Qaysilarda imtiyoz qo'llanyapti? Buni kuzatish mumkin. Elektron tizimda xato bo'lsa, skrinshot qilib saqlash ham foydali. 7-qadam. Ortiqcha to'lov qilingan bo'lsa, darhol murojaat qiling. Masalan, 1-iyuldan keyin sizdan to'lov undirishdi. Keyin esa bu to'lov pensionerlar uchun bekor qilinganini bildingiz. Bunday vaziyatda kvitansiya, shaxsiy hujjat va ariza bilan tashkilotga boring. Mendan imtiyoz qo'llanmasdan to'lov undirilgan. Ushbu holatni qayta ko'rib chiqib, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarishni so'rayman deb yozing. Javob bo'lmasa yoki rad etilsa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki tegishli vazirlikning ishonch telefoniga murojaat qilish mumkin. 8-qadam. Har bir gapni hujjat bilan tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar endi hamma narsadan ozod, kommunal to'lovlar bekor bo'ldi, qarzlar o'chirildi degan sarlavhalar ko'p bo'ladi. Lekin sarlavha boshqa, rasmiy tartib boshqa. Men sizga shuni maslahat beraman. Har doim rasmiy manba, tashkilot javobi yoki yozma izohga tayaning. Shunda aldanmaysiz, ortiqcha umid ham qilmaysiz. Haqiqiy huquqingizdan esa foydalanasiz. Demak, 1-iyuldan boshlab pensionerlar uchun ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilish tartibi juda muhim ijtimoiy yengillik hisoblanadi. Bu pensionerning cho'ntagida ko'proq pul qolishiga, hujjat ishlari yengillashishiga va ortiqcha xarajatlar kamayishiga xizmat qiladi. Lekin imtiyozni to'g'ri tushunish kerak. U hamma qarzni avtomatik o'chirmaydi. Hamma xizmatni bepul qilmaydi va har doim ham arizasi qo'llanmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tayyorlash, to'lov nomini aniqlash, tegishli tashkilotdan yozma javob olish va kvitansiyalarni saqlash. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-ona, buvi-bobo bo'lsa, bugunoq ularning to'lovlarini, hujjatlarini va imtiyozlarini tekshirib chiqing. Balki ular allaqachon to'lamasligi kerak bo'lgan pulni to'lab yurgandir. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qaysi to'lovlar talab qilinyapti? Qaysi idorada tushuntirish berishyapti? Qayerda muammo bo'lyapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini himoya qiladi. Bilmagan odam esa ortiqcha pul to'lab yuraveradi.